Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ochiq va yopiq bo'g'inlar haqida gaplashamiz. Ona tilida ham, ya'ni bizning o'zbek tilida ham birinchi sinfda, ikkinchi sinfda o'rgatishadi. Ochiq va yopiq bo'g'inlar haqida. Bu ochiq yopiq bo'g'inlar ingliz tilida juda ham muhim. Negaki ochiq va yopiq bo'g'inlarda kelishiga qarab turib so'zlarimiz turlicha talaffuz qilinishi mumkin. Ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in bu o'zi nima? Yopiq bo'g'in undosh bilan tugagan bo'g'in, unli bilan tugagan bo'g'in esa ochiq bo'g'in deyiladi. Xo'p, mana bu yerda qalam so'zini ko'ryapsiz. Ona tilida, ya'ni ona tilimizda qalam so'zi bizda. Agar o'shani ikki bo'g'inga bo'ladigan bo'lsak, qalam, to'g'rimi? Birinchi bo'g'in ochiq bo'g'in, keyingi bo'g'in yopiq bo'g'in. Bizda unchalik o'zgarish bo'lmaydi. Qalam umuman borligicha o'qilaveradi, lekin ingliz tilida sal farq qiladi. Ochiq bo'g'inda keladigan bo'lsa, so'zlarimiz boshqacharoq talaffuz qilinadi. Misol uchun mana bu name emas, name. Mana bu yopiq bo'g'in, hot. Bir bo'g'indan iborat bo'lgan, undosh bilan tugagan yopiq bo'g'in. Ingliz tilida 26 ta harf bor, 5 tasi unli, a, e, o, i, u. A, e, i, o, u. Ba'zan mana bu y harfi ya'ni i harfidagi o'qilganligi uchun, ya'ni i deb o'qilganligi uchun yarim unli ham hisoblashadi. Ba'zi joylarda mana shuni unliga kirgizishadi, ba'zi joylarda undoshga kirgizishadi. Unliga kirgizishmaydi, lekin bu yarim unli deb o'ylayman, meni fikrimcha. Unlilar vowels deyiladi. Xo'p. Agar a harfi yopiq bo'g'inda bo'lsa, degan tovushni beradi. Cat, man, cap. Agar o'sha a harfimiz ochiq bo'g'inda bo'ladigan bo'lsa, mana ochiq bo'g'inni ajratib ketganman. A tarzda o'qiladi. Name, plane, lake. A bilan r, ya'ni ar yonma-yon keladigan bo'lsa, shu r, a ni cho'ziq o'qish kerak, ya'ni ikki bo'g'in, mana bu ikki nuqta turibdi-yu, transkripsiya belgisi. Cho'ziq o'qish kerak. Britaniyada mana shu r talaffuz qilinmaydi shunaqa holatlarda, lekin Amerikada r talaffuz qilinadi, chala. Lekin chiroyli talaffuz qilinadi Amerikanikida. Part, pot deyishadi Britaniyada. Lekin Amerikada part. Large, ko'ryapsizmi? Eshitiladi American accentda. Car. Hop, 4-qoidasida agar ay yoki ai yomon keladigan bo'lsa, a o'qiladi. Day, Spain. Ko'ryapsizmi? Yonida o'sha harflar kelganligi uchun. Agar air yoki are harflari keladigan bo'lsa, ear yoki ay o'qilishi mumkin. Higher, care. Ko'ryapsizmi? Air deb o'qilyapti. Talaffuz berilyapti. Xo'p, i harfiga keladigan bo'lsak, agar ochiq bo'g'inda bo'ladigan bo'lsa, mana shu i harfimiz cho'ziq i o'qiladi. He, meter, mana bu birinchi bo'g'in, ochiq bo'g'in. Bu ikkalasi ko'rasiz, deb o'qiladi. Meter, Peter. Bu birinchisi ochiq bo'g'inda bo'lgani uchun mana bu i deb cho'ziq o'qilyapti. Yopiq bo'g'inda oddiy o'qilaveradi. Pen, best, next. Bugun hozir hammasini o'tmayman, yarimini o'taman. Mana bu i harfimizda yana qolgan qoidalari ham bor. 7 xil o'qilish tartibi bor ekan. O'shalardan hozir 6 tasini yoritgan ekanman. Buni emas, keyingisini davomini aytayotgan ekanman. R yomon keladigan bo'lsa, o'qiladi. Term, earn, ko'ryapsizmi? I hammas, u hammas, ikkalasining o'rtasi. R yalimchali. Britaniyada term o'qiladi, earn o'qiladi, n o'qiladi, lekin Amerikada o'qiladi. Term, earn, bor. Agar mana shu ikkita i harfimiz yonma-yon kelsa, o'shani cho'ziq o'qish kerak. Hop. See, tea, meet.
Endi sekin o'qilganda zoom qilsangiz, mana misol uchun YouTube'da yoki birorta ashula qo'shiqni sekin eshitadigan bo'lsangiz, o'sha tovushlarni shunday talaffuz qilgan eshitasiz. Lekin tez gapirganda farqlar bilmasligingiz mumkin. Lekin shuning uchun ham listeningni oshirish uchun yoki speakingingiz chiroyli chiqish uchun, aksent bilan ishlashingiz uchun albatta, misol uchun hali levelingiz oshganda YouTube'dan videolar ko'rasiz, podkastlar eshitasiz. Hali podkastlar haqida hech narsa aytmayman. Shunaqalar eshitganingizda bular sizga tez aytilgandek, lekin o'shani zoom qilib sekin eshitsangiz, o'sha yerda shu men aytgan tovushlar kelib chiqadi. Endi i harfi yonma-yon, ikkita yonma-yon kelsa, i cho'ziq o'qish kerak. C, T, meet. Agar o'sha i harfining oldidan w keladigan bo'lsa, o'sha harf, o'sha tovushlarimiz ozgina boshqacharoq. U o'qiladi. U. New, few, new, few deb ketishadi. New. That's new. Or it's a few. Xo'p. Endi 6-qoidasiga keladigan bo'lsak, eerie, ear, ear yonma-yon kelganda ear, ear, shunaqa tovush beradi. Here, dear, near. Bu bilan bizni mana shu i harfimiz tugadi. Boshida nimanidir aytib ketmoqchi edim. Xo'p, yo'q, bunday emas ekan. Xo'p. Endi qarang. I harfiga keldik. I harfi ikki xil tovush beradi, yoki i yoki I. Qachon I yoki qachon i tovushini berishini hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerda hali 3 tagina qoidasini yozdim. Keyingi videoyimizda buni davomini ko'ramiz. Xo'p, I harfimizni yopiq bo'g'inda kelsa, oddiy i tarzda o'qiladi. Qisqagina, lo'ndagina i. Ya'ni kamtaringina bo'lib, unaqa baland, stress bilan tovushni stress qilmasdan chiqadi. Pig, sit, milk. Ko'ryapsizmi? Pig, sit, milk. Xo'p, agar ochiq bo'g'inda keladigan bo'lsa, endi bu sal cho'ziqroq va boshqacharoq o'qiladi. Fine, bike, like. Ko'ryapsizmi? Mana bu like-ni ko'rdik-a boshida. Mana shuni oldin men o'rgangan paytim nimaga bu like o'qilmaydi-de, bu like o'qilmaydi-de, bu like o'qiladi deb juda boshim qotirardim-da. Bu shunaqa qonun qoidasi bor ekanki, mana bu a harfi bilasiz a o'qiladi. Bu yerda a o'qiladi. Mana bu I harfi. Like. Xo'sh, I bilan R harfi yonma-yon keladigan bo'lsa, ozgina boshqacharoq tovushini beradi. Girl, bird. Mana shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, g'oyibona ko'rishguncha demoqchi edim. Xo'p, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi qoidalarni ham ko'rib qo'yamiz. Mana shu a harfimizning 5 ta qoidasi bor ekan hozir. Xo'p, o'shalarni yozib ko'rib chiqamiz. Xayr, sizlarga.